Assalomu alaykum hurmatli televizor ko'ruvchilar. Dunya Uyg'ur Qurultiyi to'g'ri televiziyasi kündəlik xəvərlər proqramımıza xoş gəldinglar. Mən Hidayət Musacan. Bugün 8-ci ayının 27-ci günü cümə. Həmmanların bugünkü mübarək cümə günü xeyirlik olsun. Əziz görürmənlər, tövəndə diqqətinizlər bugünkü xəvərlər proqramımızın təfsilatı olsun. Bu yıl 11. ayının 13. günüdün 14. günügacha Çexiyaның paytaxtı Pragada ötküzüladigan 7. növbətlik Dunya Uyghur Qurultiyinin vəkilliyi üçün 30 dövlətdən demokratik usulda saylab çıxılğan cəmi 207 nəfər rəsmi vəkilinin 4-dən 1 qismiga yaqinraqı O'rta Osiyo Cumhuriyətləridəki vəkillərimizdən tərkib tapdı. Vəkillərin sani ən köp dövlətlər Qozog'iston bo'lib, Qozog'istondan cəmi 30 nəfər rəsmi vəkil və 9 nəfər kandidat vəkil saylab çıxıldı. Qırğızstandan 12 nəfər rəsmi vəkil, 5 nəfər kandidat vəkil. Özbekistandan bolsa 6 nəfər rəsmi vəkil, 4 nəfər kandidat vəkil saylab çıxıldı. O'rta Osiyo Cumhuriyətlərinin Xitoy bilan bo'lgan munosabatlarning intayin yaqin bo'lishiga qaramasdan, bu allarda yashayotgan Uyg'ur qarindoshlarimizning yuksak jasorat va qizg'inlik bilan 7. navbatlik Dunya Uyg'ur Qurultiyining vakilligi uchun bas-basda nomzodlik iltimosi sunishi Dunya Uyg'ur Qurultiyi markaziy organini alohida mamnun qildi. 7. növbətlik Dunya Uyghur Qurultiyi vəkillik sayılımının ammağa ochiq holda demokratik şəkildə ötküzülüşü chet ellik kuzatuvchilarning va xalqarалық matbuotlarning kuchli diqqatini qo'zg'ab qolmasdan har qaysi ellarda yashayotgan Sharq Turkistonlik qarindoshlarimizni alohida xursand qildi. Bo'libmi qurultay vakillarining 50 nafarining xonim qizlarimizdan tarkib tepishi alohida diqqat qo'zg'agan nuqtalarning biri bo'ldi. Bundan keyingi bosqichda rasmiy vakillar o'zlarini qurultayning har qaysi organlariga rahbarlikka nomzod ko'rsatishga boshlaydi. Qurultay rahbarligiga nomzod bo'g'ichlarga qo'yiladigan shartlar, saylanadigan organlar va bu organlarning salohiyati va xizmat doirasi haqidagi materiallar Qurultay tayyorlik komiteti nomzodlar komissiyoni tarafidan har bir vakilga bevosita yetkazib beriladi. Ondan boshqa yana qurultayning rasmiy vakillari hozirdan e'tiboran qurultay tarkibidagi har qaysi xizmat komitetlariga doimiy a'zolikqa taqsim qilinishga boshlaydi. Har bir vakil eng az 2 xizmat komitetiga doimiy a'zo bo'lishi lozim. 7. navbatlik Dunya Uyg'ur Qurultiyi tayyorlik komitetining raisi Farod Yo'ronqash apandi bugun istansimizga qilgan so'zida 7. navbatlik Dunya Uyg'ur Qurultiyiga yangidan saylab chiqilgan 207 nafar rasmiy vakilning vakillik saylimi oxirlashgan 22 avgust kunidan e'tiboran o'zlari turishliq davlatlarda Dunya Uyg'ur Qurultiyiga to'liq vakillik qilish salohiyatiga erishganligini, ularning har bir so'z harakatining bevosita qurultayga berib taqiladiganligini. Shunga har bir vakilimizning siyosiy jihatdan alohida sagak bo'lib, Dunya Uyg'ur Qurultiyining yetakchi ideyasiga, Birlashgan Davlatlar Tashkiloti inson haqlari umumiy bayonnamasining ro'yiga, xalqaro qonun prinsiplariga, shundaqla o'zlari turishliq davlatlarning qonunlariga qattiq amal qilgan asosda harakat elib berishi lozimligini alohida ta'kidlab o'tdi. 24 avgust kuni Turkiya Tashqi ishlar ministrligining Uyg'urlarga oid bir maxfiy hujjati oshkorlanib, Turkiya Xitoy orasida o'rtaq bexatarlik ishbirligi mexanizmi qurilganligi, Xitoyning bu mexanizmni ishlatib, Turkiyadagi Uyg'urlarni qaytarib ketishga urinayotganligi ma'lum bo'ldi. Oshkorlanishicha, Turkiya Tashqi ishlar ministrligining tadqiqot bexatarlik idorasi tarafidan 2020-yil 3-oyda tayyorlangan bu hujjatda Xitoy hukumati o'tkazib berishni talab qilgan 8 Uyg'urning ismi tilga ilingan. Turk taratqularida oshkorlangan bu hujjatni ularning qanday qo'lga tushirganligi ma'lum emas. Turkiya Adliya ministrligi, Milliy istixborot idorasi, Tashqi ishlar ministrligining aloqador tarmoqlariga avatilgan hujjatda Turkiya Xitoy bexatarlik ishbirligi mexanizmiga asosan Xitoyning Anqaradagi elchixonasidan topshirib ilingan Abduqodir Yapjan, Anvar Turdi, Ali Obladga aloqador jinoyatlarga bog'lanishlik dalillar ekanligi qayd qilingan qo'shimcha hujjatlarning sunilganligi ta'kidlangan. Hujjat yana Xitoy elchixonasining Idris Hasan, Anvar Turdi, Abduxivir Jilil, Nurullah Mehmet, Abdurahim Mehmet ili, Ali Oblad va Mehmet Yusuf Abdukerimning Turkiya adliyasida davom qilayotgan sotining tafsiloti bilan ta'minlashni talab qilganligi qayd qilingan. Biroq hujjatda Xitoy elchixonasidan ilingan atalmish dalillarga oid qo'shimcha hujjatlarning mazmuni berilmagan. Mazkur hujjat 25 avgust Turkiyadagi o'qituvchi partiya, advokat va kishilik huquq faoliyatchilarining darhol diqqatini qo'zg'adi. Kelajak partiyasining muavin raisi Selçuk Özdağ bu vaqtda matbuotlarga qilgan so'zida Xitoyning Turkiyaning ichki ishlariga aralashayotganligini, ba'zida Turkiya hukumatining uningga yo'l qo'yayotganligini bildirdi. Selçuk Özdağ mundaq dedi: Xitoy ichki ishlarimizga aralashtirilmasligi kerak. Turkiya Cumhuriyatini boshqarayotganlar bu masalada bek sezgur, bek tuyg'un bo'lishi, shuning bilan bir vaqtda nihoyatda keskin bo'lishi lozim. Ammo ko'rayotganimizdek, doim Xitoy bilan bo'lgan savdo munosabati, har xil pul obert kelishimlari, ba'zi to'xtamlar va har xil shart-sharoit xarakterlik sabablar tufayli Xitoyga yo'l qo'yilayotganligini farq etyapmiz. Selçuk Özdağning aytishicha, Turkiyada adliya mustaqil bo'lib, hukumat buningga qarta izohat berishi kerak ekan. Ma'lum bo'lishicha, bu hujjatdagi shaxslar Turkiya amonlik organlari tarafidan izchil kuzatilib kelayotgan kishilar bo'lib, ulardan Abduqodir Yapjan texi yaqinda Turkiya sud mahkamasi tarafidan oqlangan. Idris Hasan bu yil 7-oyda Turkiyadan Yevropa ellariga panohlik izlab menib, Marokashning Kasablanka xalqaro oydurumida tutilib qolgan. Bu voqea xalqaroda zo'r g'ulg'uli qo'zg'agan. Interpol o'tgan hafta uningga chiqarilgan qizil rangli tutish buyrug'ini bekor qilgan edi.
Dunyoning har qaysi joylaridagi cheriklikka qarshi turish organlariga vakillik qiladigan bir guruhga Birlashgan Davlatlar Tashkiloti bosh kotibi Antoni Guterresni Birlashgan Davlatlar Tashkilotining kishilik huquq advokati Imma Reillyni qo'g'dashga chaqirdi. Birlashgan Davlatlar Tashkilotining xodimlaridan Imma Reilly Birlashgan Davlatlar Tashkiloti qaramog'idagi kishilik huquq oliy kengashining 2013-yildan buyon Birlashgan Davlatlar Tashkiloti yig'iniga qatnashadigan Dunya Uyg'ur Qurultiyining raisi Dolqun Aysa apandini o'z ichiga olgan bir qism Uyg'ur va Tibet vakillarining ismligini Xitoy hukumatiga yo'llab berayotganligini pash qilgan edi. Yuqorqi guruhining ilgari surishchi Birlashgan Davlatlar Tashkiloti o'zining bu qilmishini oshkorlab qo'ygan Imma Reillyni xizmatdan qo'g'lash ko'yiga tushgan. Ular Birlashgan Davlatlar Tashkiloti bosh kotibiga yozgan xatida mundaq degan: Birlashgan Davlatlar Tashkiloti dunyo miqyosida kishilik huquqni qo'g'dovchi bo'lishiga qaramay, kishilik huquq aktivlarini qo'g'dayolmaganligi uchun bu mas'uliyatni ustiga elishi kerak. Biz Imma Reilly xonning deganlari ustida to'liq, ishonchlik va mustaqil tekshirish ilib berilishini talab qilamiz. Boshqaruvchilarni qo'g'dash xalqaro to'g'ri nomli organ Birlashgan Davlatlar Tashkiloti bosh kotibi Antoni Guterresga yozgan xatida Imma Reillyga qarshi ilib berilgan har qanday harakatni darhol to'xtatishga chaqirgan. Bu organning ijroiya direktori Anna Meris Fox xabarlarga qilgan so'zida Birlashgan Davlatlar Tashkilotining hozirgi ishki adliya sistemasi xatoliklarni pash qilgan Birlashgan Davlatlar Tashkiloti xizmatchilarini qo'g'damayotdi. Bu nomus qilarlik bir ahvol. U cho'qim o'zgarishi kerak degan. Imma Reilly Amerikaning bir qism palata a'zolari bilan bo'lgan suhbatda Birlashgan Davlatlar Tashkiloti kishilik huquq kengashining har qitimliq yig'iniga qatnashadiganlarning tizimligini oldin Xitoyga berib kelayotganligini aytgan hamda buni Birlashgan Davlatlar Tashkilotining Xitoyga xushomad qilishi deb ko'rsatgan. U bu masalani ko'p qitim Birlashgan Davlatlar Tashkilotining munosabatlik o'rinlariga ma'lum qilgan. Shundaqla bu vaqtda Amerika hukumatiga bir parcha shikoyat xati yozgan bo'lib, uning kishilik huquq oliy kengashining Xitoy hukumati dushman deb qaraydigan kishilarning Birlashgan Davlatlar Tashkiloti yig'iniga qatnashish ahvoli, vaqti qatorliq uchurlarni yig'indan burun Xitoy hukumatiga yo'llab berib kelganligini aytgan. Anqaradagi Uyg'ur tadqiqot instituti tarafidan chaqirilgan Sharq Turkiston da'vosining strategiyasi yig'ini muvaffaqiyatli oxirlashdi. Anqaraning Qizilcha Hammom noyasidagi Eliz mehmonxonasida 21-avgustdan 26-avgust kunigacha chaqirilgan bu yig'inga Uyg'ur tadqiqot institutining Turkiya va Yevropadagi mutaxassislari qatnashdi. 5 kun davomlashgan bu yig'inda dunyoning hozirgi va kelgusi vaziyati, bu vaqtdagi mulohiza va farazlar, shundaqla Sharq Turkiston da'vosining strategiyasi qatorliq temalarda muzokara ilib berildi. Dunya Uyg'ur Qurultiyining muavin raisi, Uyg'ur tadqiqot instituti mudiri, strategiya tadqiqot mutaxassisi doktor Erkin Akram apandining bevosita riyosatchiligida o'tkazilgan yig'inda muhokama qilingan 3 cho'ng temaning tarmoq temalari sifatida birinchisi xalqaro siyosiy va iqtisodiy sistemasidagi o'zgarishlar. Ikkinchisi G'arb ellari bilan Xitoyning siyosiy va ijtimoiy qimmat qarashlaridagi to'qinishlar. Uchinchisi islom dunyosi bilan G'arb ellari o'rtasidagi ideyaviy to'qinishlar hamda Xitoyning islom dinini xitoylashtirish siyosati. To'rtinchisi Xitoyning Sharq Turkistonda ilib berayotgan besim siyosati paydo qilgan masalalarni hal qilishning yo'llari qatorliq tarmoq temalarda atrofli muzokara ilib berildi. Yig'inning eng oxirgi kuni nuqtali qoldi Uyg'ur masalasining xalqaralashishі, Sharq Turkiston tashkilotlarining sistemlashtirilishi, chet eldagi ommaviy tashkilot mas'ullari va siyosatchilarni kasbiylashtirish, Sharq Turkiston da'vosining moliya manbasini hal qilish, milliy mafkura masalasi, Sharq Turkiston ulus kimligini barpo qilish, Sharq Turkiston tashkilotlarining vazifa taqsimoti va hamkorlashi qatorliq temalarda atrofli muzokara ilib berildi. Doktor Erkin Akram apandi bu vaqtda Erkin Osiyo radiosiga qilgan so'zida mundaq deb ko'rsatdi. Bu yig'inni etishimizdagi maqsad Sharq Turkiston da'vosining strategiyasini yezib chiqishdir. 2003 yili Sharq Turkiston da'vosining strategiyasi yozilgan edi. Ammo hozir xalqaro vaziyat o'zgaryapti. Mazkur da'voni bu o'zgarishlarga moslashtirish uchun burun yozgan strategiyaning g'oya, nishon va bundan keyin ilib beriladigan faoliyatlar qismiga yangi mazmunlar qo'shib yozishimiz kerak. Doktor Erkin Akram mundaq dedi: Da'voning chet eldagi faoliyatlari bilan vatan ichidagi faoliyatlari mohiyat va mazmun jihatdan o'xshamaydi. Chet eldagi da'vo asosan xalqaro vaziyatdan foydalanish masalasi bo'lib, uningdan qanday foydalanganda vatanning vaziyatiga foydali bo'ladi degan nuqtaga markazlashadi. Bularni yaxshi qilish uchun dunyoning vaziyatini yaxshi tushunishimiz kerak. Shundaqla uningga eng muvofiq strategiyani yezib chiqishimiz kerak. Bu jihatda xalqaro siyosatni, xalqaro vaziyatni, xalqaro munosabatni, xalqaro tijoratni va xalqaro qonunlarni yaxshi bilishimiz, turli sohalardan foydalanib, da'voni yaxshi ilib berish uchun xizmat qilishimiz kerak. U yana strategiyalik planni dunyoning har qaysi joylaridagi Sharq Turkiston tashkilotlarining ijro qiladiganligini, shunga buning da'vo uchun zo'r ahamiyatga ega ekanligini ta'kidladi. Doktor Erkin Akram apandi 2003 yili Sharq Turkistonning 3 bosqichli strategiyasi nomli Sharq Turkiston da'vosining strategiyalik planini yezib chiqqan edi. Kishilik huquq tashkilotlari va mutaxassislar Afg'onistondagi Uyg'urlarning bexatarligidan andish to'yayotganligini va ularni qutqizib olish uchun xalqaroning jiddiy harakatga o'tishi lozimligini ta'kidlashmoqda. Garchi hozir Afg'onistonda taxminan 2000 dan ortiq Uyg'urning yashayotganligi ilgari surilayotgan bo'lsa-mu, ammo hozirga qadar ulardan hech birining Amerika yoki boshqa davlatlarga ilib ketilganligiga doir uchur yo'q.
Xalqaro kishilik huquqni kuzatish tashkilotining Xitoy ishlari tadqiqotchisi Maya Wang bu vaqtda Erkin Osiyo radiosiga qilgan so'zida mundaq deb ko'rsatdi. Biz bir qancha yillar ilgari Misrdagi Uyg'ur o'quvchilarning Xitoy hukumatining besimi bilan majburiy qaytarilganligidek bir og'ir masalani bilamiz. Xitoy hukumati bilan hamkorlashib Uyg'urlarni majburiy Xitoyga qaytarib etishdek bu ishlar O'rta Sharq davlatlarida davomli ko'rilib kelmoqda. Bu Uyg'urlarning Xitoyga qaytarilgandan keyin og'ir jismoniy qiynoqqa uchirganligi, har turli qamoq jazolariga mahkum bo'layotganligi aniq. Shunga Afg'onistondagi Uyg'urlarning Xitoy bilan hamkorlashayotgan Talibanlar tarafidan majburiy qaytarilish ehtimolini hayli cho'ng deb qarayman. Chunki hozirgi mundaq bir favqulodda vaziyatda Uyg'urlarni Xitoyga qaytarishga bo'lmaydi. Agar Uyg'urlar Xitoyga qaytarilgan taqdirda lagerlarga qamalib, texmo og'ir qismatlarga duchor bo'ladi. U yana mundaq dedi. Xalqaro kishilik huquqni himoya qilish o'lcham bo'yicha aytganda, har qanday bir hukumat musofirlarni majburiy qaytarishiga bo'lmaydi. Shunga har qanday bir davlat yoki hukumat xalqaro kishilik huquqni himoya qiladigan o'lchamlar bo'yicha har qanday bir Uyg'urni Xitoyga majburiy qaytarmasligi kerak. Biz bu o'lcham bo'yicha oldi bilan Taliban hukumatini Afg'onistondagi Uyg'urlarni Xitoyga majburiy qaytarmaslikka chaqiramiz. Biz xalqaro jamoatni Afg'onistondagi Uyg'urlarni, shundaqla dunyoning har qanday yeridagi Uyg'urlarni uchinchi bir bexatar davlatga musofir bo'lib berishi uchun sharoit va fursat yaratib berishga yordam qilishini umid qilamiz. George Washington Universitetining professori Sean Roberts bu vaqtda Erkin Osiyo radiosiga qilgan so'zida mundaq dedi. Hozircha yangi Afg'on hukumatining Uyg'urlar haqida qanday bir tadbir oladiganligiga aniq bir narsa degili bo'lmaydi. Meningcha Xitoy Afg'onistonga kim hukmronlik qilmasin, ular bilan intayin ehtiyot bilan munosabat qiladi. Xitoyning Talibanlar bilan uzun mezgillik munosabati bor. Oldingi asrning 90-yillarida Beijing doim Pokistonning vositachilik orqali Talibanlar bilan hamkorlik o'rnatgan. Shu munosabat orqali ayni vaqtda Afg'onistondagi ba'zi tashkilotiga qo'shilmoqchi bo'lgan Uyg'urlarni nazorat qilgan va kontrol qilgan. U yana munolarni bayon qildi. Uyg'urlar hammaliyada tahdid ostida turmoqda. Bo'libmi Afg'onistondagi Uyg'urlarni nurg'un insonlar bilmaydi. Ularning ichida Xitoy o'ziga tahdid sanayotganlari intayin osonda bo'lsa-mu, ammo Xitoy hukumatining talabi bilan Afg'onistondagi barliq Uyg'urlar Talibanlarning o'lash nishoniga aylanishi mumkin. Zo'r sondagi fuqarolar Afg'onistondan ayrilayotgan bir paytda to'limi afsus Uyg'urlar nazardan saqit qilinmoqda. Hatto Uyg'urlarga yaqindan ko'ngil bo'layotgan davlatlar va organlarmi Afg'onistondagi krizis yaratgan jiddiy vaziyat tufayli u yerdagi Uyg'urlarning xatarlik vaziyatini aniqlanmagan bo'lishi mumkin. Sean Roberts yana mundaq dedi. Garchi Uyg'urlarning Afg'onistonga ko'chman bo'lish tarixi uzun bo'lsa-mu, ammo Afg'onistondagi Uyg'urlar uchirg'usi xatarlar navbatda xalqaroning jiddiy bir inkosini paydo qilmadi. Buningda Xitoyning 11-sentabr voqeasidan keyin Sharq Turkiston Islom harakati tashkilotining faoliyatlarini bahona qilib, elib borgan ta'tir tashviqotlarining ta'sirini yo'q degili bo'lmaydi. Meningcha hech bo'lmaganda xalqaroliq axborotlar orqali bu masalaga qarata diqqat qo'zg'ash intayin muhim. Chunki Afg'onistondagi Uyg'urlar hozir haqiqatan mushkul bir vaziyatda turmoqda. Uyg'ur tarixi bo'yicha nopuzli tadqiqotlardan Rayin Samum Afg'onistondagi Uyg'urlarning favqulodda xatar ichida turayotganligini va o'zining buningga bo'lgan andisini bildirib mundaq dedi. Afg'onistondagi Uyg'urlar intayin jiddiy bir vaziyatda turibdi deb qarayman. Bundaq bir ahvolda Birlashgan Davlatlar Tashkilotining Musofirlar komiteti Uyg'urlarga alohida muomala qilishi zarur. Yolg'iz Afg'onistondagi Uyg'urlar emas, dunyo miqyosida Xitoyga qaytarilish tahdidiga uchrayotgan, Xitoyning o'z nishoni qilinayotgan Uyg'urlarning hammasi qutqizishga muhtoj. Afsuski, Pokistonga o'xshash ba'zi davlatlardagi Birlashgan Davlatlar Tashkiloti musofirlar ishxonalari Uyg'urlarga muvofiq qo'g'dinish fursati va e'tibor bermayotganligi ma'lum. Musofirlik masalalari mening doiramda bo'lmasa-mu, ammo Afg'onistondagi vaziyat nurg'un kishilarda andisha qo'zg'amoqda. Xalqaro jamiyatning Uyg'urlarni qutqizish uchun jiddiy va amaliy bir tadbir qo'llanishini umid qilaman. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, yuqorida Dunya Uyg'ur Qurultiyi to'g'ri televiziyasi күнділік xəvərlər pirugrammısini diqqətinizə sunduk. Keyin qitimliq pirugrammimizni ko'rishaylik. Görüşkice aman boğaysılar. Xeyri xoş.